Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugungi video juda ham qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun videoga bittagina like tugmasini bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki bugungi videoda biza aksessuar sotadigan akalarimiz uchun juda ham foydali dastur qildik. Aynan shaxsan men o'zim har xil sun'iy intellektlar orqali iloji boricha professional darajadagi aksessuarlar uchun magazindagi boshqaruv tizimini qilib ko'rdim. Judayam foydali dastur bo'lgan aksessuar, telefon, har xil aksessuarlar sotadigan naushnik, har xil kompyuter, har xil ana shunaqa narsalar, texnikalar sotadigan akalarimiz uchun bu video judayam foydali bo'ladi. Judayam kuchli dasturni sizlar bilan obzor qilamiz. Videoga bittagina kirasizlar, like tugmasini bosasizlar, kommentariyaga omad deb yozasizlar va shunchaki obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Bizlar uchun juda ham katta motivatsiya. Obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Qiziqarli videolar hali oldinda, foydali videolar hali oldinda. Nima deydi? Obuna tugmasini bosib qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Keyingi yangi videolar chiqsa birinchilardan bo'lib eshitasizlar. YouTube'da o'zi xabar beradi. Hammalaringga rahmat. Unda bo'lmasa boshladik. Ko'rib turishinglar mumkin, bizani bu nima deydi, dasturimiz kompyuterda ishlaydi, lokal kompyuterimizda ishlaydi. Xo'p, bizga kerak bo'ladi Visual Studio Code bu dasturni ishga tushirish uchun va main papkamiz Visual Studio Code'ni sizlar bemalol internetdan tortib olsanglar bo'ladi va ichiga Python o'rnatib olsanglar bo'ladi. YouTube'da videolar ko'p, ja bo'lmasa ChatGPTdan foydalansanglar bo'ladi. Kelinglar main papkani Visual Studio Code'ni ichiga ochamiz. Biz kutubxonalarimizni o'rnatib olganmiz. Kutubxonalarni sizlar ham o'rnatib olishinglar mumkin. Terminalga kirasizlar, sizda terminal mana bunaqa joyda pip install kutubxonalarni yuklab olasizlar. Keyin esa botimizda nima deydi, dasturimizni bemalol run qilsak bo'ladi. Xuddi shunaqa oynaga buyruq bor. Buyruqda men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bu buyruq bilan bu Telegram bu dastur kodini men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Buyruq bilan shu dastur kodini. Kelinglar run qilamiz, ko'ramiz. Hozir dastur vashi dahshat chiqqan do'stlar. Bittagina like tugmasini bosib qo'yinglar. Qancha ko'p like bossanglar, shuncha sizlarga o'xshagan biznesmen akalarimiz yoki dasturchi akalarimizga bu dastur, bu video yetib boradi. Ko'rib turishinglar mumkin, ASMS Pro degan dasturimiz. Xo'p, bu yerda mahsulotlar savat. Xo'p, bu yerdan biza oqtarsak bo'ladi, qanaqadir nima deydi, mahsulotlarni bu yerda savatni tozalash to'lov. Xo'p, kelinglar, biza omborga kiramiz. Omborga hali hech qanaqa narsa qo'shganimiz yo'q. Kelinglar, omborga bir nimadir qo'shib qo'yamiz. Zargarlikdan JVL 001. Xo'p, JVL 001. Bundan 100 ta qo'shamiz. 100 ta keldi bugun. Tovarlar keldi Xitoydan. Shunaqa desak ham bo'ladi. Minimal 5 ta. Bu minimalni o'zim ham tushunmadim. Chunki sun'iy intellekt bilan qilib minimal qo'shgan, lekin nima qilishini men ham tushunmadim. Ja bo'lmasa o'zlaring bu dasturni kuchaytirib, sun'iy intellekt bilan yanada kuchaytirib yoki o'zinglaringga moslab qayta ishlasanglar bo'ladi. Qo'shamiz. Ombor yangilandi yoki. Endi ko'rib turishinglar mumkin, mana bizga ombor 100 dona bular qizil turibdi. Bunga 100 dona bor. Kelinglar 5 ta zakaz qilamiz. 5 ta va to'lov qilamiz. Va mijozimizni ismini yozib qo'yamiz. Akajon, ismingiz nima deymiz? Sardor deyishadi. Sardor mijozimiz bizlar. Sardor. U kishiga aka sizga mayli. Do'konimizning birinchi mijoz bo'lgani uchun 5% chegirma qilib beramiz. To'lov tasdiqlaymiz. Jami 950 ming. Mana tepaga kam, bu kam menimcha mana bu nima deydi, anaqa bo'lsa kerak. Mana bulardan ko'proq bo'lsa, ko'p desa kerak. Menimcha, yana bilmadim. O'zlaring ham dasturda ishga tushirib tekshirib olsanglar bo'ladi. Bugun 950 ming savdo bo'libdi. Mahsulotlarga kirsak, biza bu yerda mahsulotlar qo'shishimiz mumkin. Mana har xil mahsulotlarimiz bor, sumkalar, xohlasak mahsulotlarni o'chirsak bo'ladi, xohlasak kategoriyasiga va ana SKU kodini, nomi, narxini yozib mahsulot qo'shsak bo'ladi. Xohlasak yangi kategoriya qo'shsak bo'ladi. Mijozlar mana Sardor 950 ming so'mlik ana qilibdi. Bu statistika, hisobotlar va statistika 950 ming so'm. Bu savollar soni, sotuvlar soni, top mahsulot silver uzuk. Xuddi shunaqa statistika bu. Mana bu ma'lumotlarni eksport qilsak bo'ladi. Xo'p, ma'lumotlarni eksport qildik. Kelinglar ko'ramiz. Mana ma'lumotlar bizga nima deydi, tovarlarimiz bor, omborga nima bor, sotuv tarixi, mijozlar. Xuddi shunaqa eksport qilib beradi bizani ma'lumotlarimizni text faylga. Xo'p, bu dastur kodiniga kelsak, bu dastur kodini men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman, kutubxonalarni o'rnatish buyruqlari bilan. Telegram kanalimni aynan shu dastur kodlarini linkini men Telegram kanal nima deydi, aynan shu video opsiyasi va kommentariyasida yozib qoldiraman.
Videoga bittagina like tugmasini bosinglar, obuna bo'linglar do'stlar. Hammalaringga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Aytgancha, bu videoni aksessuar, har xil texnika, har xil telefonlar sotadigan akalarimizga shundagina videoni yuborib qo'yamiz. Juda ham foydali bo'ladi ular uchun. Va dasturchilarga ham videoni yuborib qo'yinglar. Ular ham bir ko'rib, to'xtada, mana bunaqa dastur qilsa bo'lar ekan deb yangi fikrlar, yangi ideyalar olishsin. Hammalaringga rahmat do'stlar. Kattakon rahmat. Obuna bo'linglar, like bosinglar. Unda keyingi videolarda ko'rishguncha sog', omon bo'linglar.